Mana O'zbekistondan ish chiqaring, Tojikistondan ish chiqaring, Qirg'izistondan ish chiqaring deb WhatsAppga juda ko'p yozayotgan vatandoshlarimiz uchun mana sizlarga ish, dokumentga, trudовой договор, yotoq joy hammasiga yordam qiladigan ishni chiqardim. Faqat sizlardan podдержка. Musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz pastda nomerni qo'yib o'tganman. Bu nima nomer desangizlar, faqat bu nomerga dokument to'g'risida prямой aloqaga chiqishlaringiz mumkin. WhatsApp yo prямойdan telefon qilasizlar. Qanaqa dokument desalaringiz, trудовой договор, SNIS yo boshqa dokumentlaringiz kerak bo'lsa, Islomjon akaga bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlarni inshaalloh dokumentlaringizni taqlab berishga yordam beradi. Assalomu alaykum musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz, assalomu alaykum O'zbekistondan kuzatayotgan, Tojikiston, Qirg'izistondan kuzatayotgan vatandoshlarimiz. Xush kelibsizlar bugungi yangi videoroligimizga. Videoni to'xtatmasdan oxirigacha ko'ring. O'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, ish ma'qul bo'lsa, bitta like bosing. Ish ma'qul bo'lmasa, like kerak emas akalar, opalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bugungi ishimiz Moskva, Moskovskiy oblast, город Dimitrovda bo'ladi. Qanaqa ish degan vatandoshlarimiz uchun ish bruschatka zavodi, trotuarniy plitka, bruschatka yerga qalaydigan bruschatka zavodida bo'ladi. Rasmni qo'yib o'taman, ko'rishlaringiz mumkin zavodning ichini. Mana shu iminnoy zavodda bo'ladi. Bu yerga iminnoy siz O'zbekistondan ish izlab yurgan, Tojikistondan, Qirg'izistondan ish izlab yurgan vatandoshlarimiz qulay tomoni siz biletni olasiz. O'zbekistondan yo Qirg'iziston yo Tojikistondan turib, bemalol WhatsAppga tashlaysiz, sizni aeroportda eshigini og'zidan kutib oladi. Sizni ish joyiga olib boradi. Yotoq joy bor, hostelda, akalar opalar, vagon emas. Hostelda yotoq joy. O'sha zavodning yonida hostel bor. O'sha hostelga joylashtiradi va sizlarni barcha turdagi dokumentingizga pul tomonidan yordam beradi. Registratsiya, bu hammasidan o'zi yordam beradi va sizni официальный трудовой договор o'zini firmasiga qabul qiladi. Oyligi 4000 rubl. Oylik emas, задержка emas akalar opalar, haftalik расчет. Haftalik siz imkoniyatingiz borki, vatanga bemalol pullaringizni jo'natishlaringizga. Shuning uchun akalar opalar, inshaalloh kimdir kelaman degan vatandoshlar bo'lsa, 18 yoshdan to 55 yoshgacha bo'lgan qadrdon vatandoshlarimizni ishga taklif qilinadi. O'zingizning sog'ligingizga qarang. Sog'lik yaxshi bo'lsa, bemalol borib ishlashlaringiz mumkin. 4000 rubl smenasiga 8 soat ish vaqti. 8 soat ish vaqti akalar opalar. Inshaalloh xudo xolasa yana keyingi videoda yangi ishlarni faqat kuzatib boring. Podдержкani unutmasangizlar, inshaalloh men yangi ishlarni chiqarib boraman. Bemalol pastdagi nomerga aloqaga chiqing, bog'lanib, biletni olib borishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Inshaalloh bu yerda ishlayman degan vatandoshimiz aytayapman-ku, 4000 dan ziyod ishlaydi. Bunda agar usta akalarimiz bo'lsa, aytadi o'zimda zavodim bor deydi. Agar bruschatkani teraydigan vatandoshlar bo'lsa, 100 kvadrat, 200 kvadrat kichkina obyektlari bor. O'sha yerga borib yana дополнительный ishlab, yana дополнительный doplata bo'ladi, oylik yana qo'shiladi. Shuning uchun borib bemalol ishlashlaringiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat aytaveramiz.